Assalomu alaykum hammaga. Sog' salomatmisizlar? Bugun Va'da qilganimdek VO3 bo'yicha darslikni ko'rsatib beraman, qanday ishlatadi, nima qiladi va shu darsdan xudo xolasa ko'rasizlar va уже sinab ko'rish imkoniyati sizlarda paydo bo'ladi. Ya'ni kirib sinab ko'rsanglar bo'ladi, chunki bu mutlaqo bepul. Yaqinda Google 106 ta davlatni qo'shdi, o'zini VO3 video generatorini ishlatish uchun, lekin shu 106 ta davlatning ichiga kirmadik biz. Ana shuning uchun hozir ham ishlamayapti bizda. Gemini subscription deb yozamiz, mana qaranglar. Gemini subscription deb yozib birinchi saytga kiradigan bo'lsak, mana shu men turgan oynaga tushamiz. Bu yerda qaranglar, ahamiyat bersanglar, mana video chiqarish faqat VO2 bilan deyapti. Bu yerda VO3 haqida hech qanaqa gap yo'q. Misol uchun Gemini'ni o'ziga o'tadigan bo'lsak, mana gemini.com. Bu Google'da ChatGPT'si, Google'da mana ChatGPT bo'lsa bizda alohida, bu Google'da o'zining ChatGPT'si. Mana shu yerda videoga olib boradigan bo'lsak, mana bu yerda VO2 bilan video chiqarishim mumkin deb yozuv chiqyapti. Mana shu Pro tarifda, ya'ni hozirlarga sotib olinglar deyotgan tarifim, mana Pro tarifim bekariga. Men ham shu Pro tarifni bekariga olganman, ya'ni sinov tariqasida. Bu ishlash uchun, mana shu yerdagi ma'lumotlar to'liq chiqishi uchun va VO3 ni ishlatishimiz uchun biz mana bu yerda VPN bor. VPN ni yoqamiz, Amerika VPN. Xo'p, VPN yo'qlar, qaysi VPN ni ishlataman degan odamlar uchun mana eng sodda, eng oddiy VPN Browsec degan. Men buni 3 yildan beri, 4 yildan beri ishlataman. 2022-yildan beri ishlataman menimcha. Shu vaqt mobaynida o'zim shaxsan ishlatganman, hech qanaqa muammo yo'q. Yaxshi ishlaydi. Besplatni, eng qizig'i shuncha yildan beri faqat besplatni ishlataman. Endi VO3 chiqqandan beri sotib olyapman. Necha yil ishlatgan bo'lsam, faqat besplatni tarifini ishlatganman. Bepul tarifini. Mana shu yerga kiramizda uстановitni bosamiz. Bizga mana bunaqa oyna ochiladi. Mana bu yerga uстановить Chrome degan tugmani bosamiz va shundan so'ng bu VPN bizni brauzerimiz ichiga o'rnaydi. Uni mana bu tugmaga bosib, mana bularning ichidan topsak bo'ladi. Mana sitemizda mana Browsec topganimizdan keyin mana shu yerda mana miqni bosib qo'yamiz. Bu tepaga chiqib qoladi, mana qaranglar mana. Managa chiqib qoladi tepaga. Qulay bo'lish uchun. Shundan so'ng mana saytni qaranglar, mana VO2 degani, bizda ikkita tarif bor, VO2 degan. Mana shu yerda VPN ni yoqamiz, unga bosamiz, VPN ni yoqamiz. Yoqqaninglarda sizlarda Niderlandiya turadi. Mana shu Niderlandiya turadi. Niderlandiya turgan ustiga bosib, sizlar mana shu ro'yxat ichidan США ni topasizlar. США premium yo'q, chunki men premium tarifdaman. Sizlarda prosta США turadi va mana bu yerdagi ko'k nimalar bitta turadi. Bitta yoki ikkita bo'lib sarg'ayib turadi. Chunki bekargasidan nimasi setsiya pastroq bo'ladi, tezligi. Mana shu yerda США ni tanlaymizda va mana buni obnovit qilamiz endi. Qaranglar, sahifani yangilaganimda bitta tarif qo'shiladi, Google Ultra degan va mana bu yerda VO3 qo'shiladi mana. VO3 bilan video so'zat qilish deyapti. Buni mana bu Get Started ga bosasizlar va agar sizlar oldin Google One degan nimasidan foydalanmagan bo'lsanglar, Google'da, Gmail'da Google One degan bunaqa qo'shimcha nimasidan foydalanmagan bo'lsanglar, aksiyasidan, unda sizlarda mana bu yerda 0 turadi bir oyga. Shunchaki viza kartalarni kiritasizlar, ma'lumotlarni to'ldirib viza kartalarni kiritasizlar, bo'ldi. Sizlarga Pro tarif yonadi. Bekarga bir oyga. Bir oydan keyin pul olish mumkin. Ana shuning uchun ulandinglarmi? Ulanib srazu o'chirib qo'yish kerak podpiskani. Ulangandan keyin, yongandan keyin srazu yana настройкаларga kirib, mana bu yerda настройкаga kirib, mana shu yerda podpiskani отменить podpiska qilib qo'yasizlar, bo'ldi. Ulanib bo'lib o'chirib qo'ysanglar ham bo'laveradi. Shundan so'ng mana Geminiga o'tib, mana olib boradigan bo'lsanglar, mana VO2 da video so'zat qilaman deyapti. Mana qaranglar, tarifi Pro. Mana shu sizlarga tavsiya qilayotgan Pro tarifi, AI Pro. Mana VO2 da so'zat qil. Ya'ni men hozir so'zat qilaman desam, VO2 da deyapti. Sen VO2 da so'zat qilishing mumkin deyapti. Lekin men hozir mana Amerikani yoqdim-a, VPN. Endi obnovit qiladigan bo'lsam, men уже VO3 da ham video so'zat qilishim mumkin mana. Endi VO3 deyapti. Mana siz VO3 da video qilishingiz mumkin deyapti. Men shu video qilib ko'rsatishni uchun mana bunday prompt yozib qo'ydim Google ga. Bu o'zim o'rgatgan botim, kursdagilar uchun sizlarga nimada ham aytdim, istoriyada ham. Mana shunga prosta qanday narsa kerakligini yozib beramiz. Mana bir mushuk qo'lida selfie tayoqcha telefonga qarab jilmayib gapni boshlaydi. Nima desanglar deylar, lekin O'zbekiston tengdir O'zbekistonga degan jumlani yozib jo'natamiz va bu o'zi bo'lib chiqadi descriptionga, ya'ni umumiy qanaqa holat, yorug', kech payt shunaqaga bo'ladi. Keyingisi dialogga bo'ladi, keyingisi mana stilga bo'ladi, kamera. Keyin oxirida mana shuni copyright qilib ko'chiramizda, ko'chirganimizdan so'ng Geminiga o'tamiz. Geminiga o'tib mana shu yerga prompt yozib qo'yib yuboramiz. Agar sizlarda bu yo'q bo'lsa, misol uchun prosta GPT ga kirib bo'lsa ham, menga VO3 uchun mana shunaqa sahnani yozib ber desanglar, yozib beradi. Endi bu ko'p ma'lumotlar asosida o'qitilgan tayyor. Buni bosmabmiz. VO3 ni bosamiz va videoni mana bu promptga tashlaymiz.
va ozgina kutamiz, hozir videomiz tayyor bo'ladi. Xo'p, qaranglar, Gemini'da ishlashni o'rgatdim, ha. Gemini'ni ko'rib olinglar. Bu yerda Nima mana ovozini desanglar eshitinglar. denglar. Lekin O'zbekiston dengdir O'zbekistonga. Ana shunaqa video chiqaradi. Mana bu tugadi, qaranglar, tugadi. Hozir 22-iyungacha chiqara olmaysan deyapti, ya'ni ertagacha chiqara olmaysan deyapti va men bu yerda bugun 4 ta video chiqardim. Ya'ni 4 ta videoga hozir 4 ta videoga tushirib qo'yibdi. Men Gemini'ni ishlatmayotgandim. O'zi 10 ta edi boshida, 10 tadan chiqarayotgandik. Ikkalasida ham 20 ta chiqarib, boshida men ishlatishni boshlaganimda taxminan 50 ga yaqin videoni bekarga chiqardim, sotib olishimdan oldin. Hozir 4 taga tushirib qo'yibdi va kunini 24 soat qilib qo'yibdi. Ana shunaqa gaplar. Gemini'da chiqarsanglar bo'ladi. Demak, 4 ta video ekan va sizlarga mana shu Google Pro'da olganinglarda sizlarga 1000 ta kredit beradi. Kredit. Qaranglar, keyin buni 1000 ta kredit, mana misol uchun mayda video chiqardinglar, sizlarga yetmay qoldi. Demak, biz nima qilamiz? Biz mana bu yerga o'tamiz. Google Labs degan, mana Labs Google degan Google'da laboratoriyasi bor. Mana shu yerda o'zini 4 ta instrumenti bor. Whisk degan rasm generatsiya qiladigan va Flow degan mana shu Gemini bilan ishlaydigan. Mana shu Flow ga kiramiz. Bizga Flow kerak. Flow ustiga bosamiz va VPN'imiz yoniq bo'lishi kerak. Agar VPN'imiz yoniq bo'lmasa, bizga bu seni davlatingda ishlamaydi deydi. Qaranglar, mana VPN'ni o'chirdim. Hozir mana seni davlatingda ishlamaydi deyapti. Mana shuning uchun Sasha VPN'ni yoqamizda va keyin kiramiz. Qaranglar, kirganinglarda mana shu yerda proyektlar bo'ladi. Hamma chiqargan proyektinglar, hamma qilgan ishinglar. Mana bu yerga Sozdat proyektni bosamiz. Va bizga mana bunaqa oyna ochiladi. Mana shu yerda ko'rsanglar, sizlarga mana bu yerda mana menda 4430 ta bo'lsa, men ultra tarifidan 12,5 ta kredit beradi. Sizlarda 1000 ta bo'ladi mana shu yerda. 1000 ta bo'ladi. Mana video по описанию bosasizlar, mana bu yerda настройкасы bor, sozlamasiga bosib bu yerda modelni tanlaysizlar, mana modelni. Va VO3 Fast tanlaganinglarda sizlarda 20 ta kredit oladi bitta videoga. VO Fast 3 tanlab, mana shu hozirgi mishiqqa yozgan, misol uchun anaqani mayaga tashlab turib chiqaradigan bo'lsak, xuddi shu mishiq shu yerda chiqarib beradi ovoz bilan. Mana shu Flow'da ishlatsanglar ham bo'ladi. Mana videomiz tayyor bo'ldi. Nima desanglar denglar. Lekin O'zbekiston dengdir O'zbekistonga. Nima desanglar denglar. Lekin O'zbekiston dengdir O'zbekistonga. Xo'p, o'g'alar, mana shu VO3 bo'yicha hamma ma'lumotlar. Gemini'ga o'tamiz. VPN'ni ko'rsatdim, VPN'ni yoqamiz, mana shu yerga bosamiz va o'zimizni kartamizni kiritamiz. Bizda buni bu yonadi. Birinchi test qilib sinab olish uchun mana bu yerga o'tamiz, chunki bu yerda video chiqarsanglar, sizlarni mana bu yerdagi 1000 kreditinglar ketmaydi. Bu yerda 2 ta 3 ta video chiqarib ko'ramiz. Keyin uje limitimiz tugab qoldi, lekin biz uje qiziqib qolib video chiqarishimiz kerak bo'lsa, unda Labs Google ga o'tib, Flow ga kiramiz va Flow'da mana shu yerga yozamiz. Faqat esingizdan chiqmasa, mana bu yerda sozlamalarda o'zi kirganinglarda mana bunday holat bo'ladi. Mana VO2 turgan bo'ladi. Tushundinglarmi? VO2. Mana shu yerga kiramizda VO3 Fast tanlaymiz. Mana bu quality-ni tanlamanglar, chunki bu qimmati sifatli degani bu 100 kredit oladi, 100. Ya'ni 10 ta video chiqarsanglar 1 oylik limitlar tugaydi, bo'ldi, qaytib ishlata olmaysizlar. Ana shuning uchun mana bu VO3 Fast tanlaysizlar va chiqaraverasizlar sirazu. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.